Mol sharaf sotuvini boshlashimizdan maqsadimiz birovni sindirib yo birovdan o'zib ketish emas. Xudo xolasa bu ishni boshlashdan oldin niyatni yaxshi qilganmiz. Xudo xolasa elga, opa-singillarimizga va obunachilarimizga chiroyli hozirgi kunda so'nggi urfdagi ro'mol sharflarni yetkazib berish maqsadida qilganmiz. Xudo xolasa hamma narsani tagida yaxshi niyat bo'ladi. Xudo xolasa birovni sindirish yo birovdan o'zib ketish niyatimiz yo'q. Ko'p hamkasblarimiz yozishibdi, shunaqa. Yo'q, biz Xudo xohlasa faqat el uchun xizmat qilamiz. O'zimizni shu quvaliklar va chetdan keladigan opa-singillarimiz uchun xizmat qilamiz. Niyat yaxshi, Xudo xohlasa kelaverasizlar. Quva brend matolari faqat sizlar uchun xizmat qiladi. Quva brend matolariga sharaf so'ragan opa-singillarimizga yangisi yetib keldi. Buni sizlar uchun obzor qilib beraman. Toshlari Swarovski tosh bo'ladi. Razmerini ham ko'rasizlar. Gullarga bitta e'tibor berib berasizlar. Mana lazerli bo'ladi. To'ylarga juda ko'p opalarimiz so'rashyapti. Gulli emascha yevropeyskiroq bo'lsin deydigan. Xudo xolasa o'sha brend buni brendini ham aytib o'ting deyapti mana. Bo'la. Xo'p, Kashka brendida juda ko'p opalarimiz yaxshi biladi. Sharflari juda zo'r chiqqan, lazerli mana. Toshlari ham shisha tosh, Swarovski tosh bo'ladi. 7 xil rasvetkasi bor. Qorasi, tillasi. Bundan tashqari yana bir qalaman. Kelinchilarimiz uchun, hojonalarimiz uchun mana bejivisi, yoshi katta opa-singillarimiz mana seriyasidan so'rayotganlarga mana bosoroq bo'lsin deydigan. Toshlari ham rangli tosh bo'ladi, o'ziga mos bo'lgan. Har bittasini toshlari o'ziga mos qilib urilgan. Xudo xolasa kelaverasizlar. Narxlarini bilasizlar, 100 ming, 90 ming sotishyapti. Obunachilarimiz uchun Xudo xolasa 75 ming so'mdan qilib beramiz. Sizlar uchun biz xizmatdamiz. Qolgan narsa Xudo xolasa o'z yo'liga, faqat niyat yaxshi qilib yo'lga chiqamiz. Hammalarni kutib qolamiz.